Assalomu alaykum muhojiratdagi aziz Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Xususan, Gollandiya va yaqin atrofda yashayotgan, vatan hasratida yuragi puchlangan, Uyg'urning hidiga zor, qalbi go'zal vatandoshlar. Hammanglarning bilginidek, Yevropa Sharqiy Turkiston ma'arif jamiyatining o'rinlashtirishi bilan bir qancha yildan beri yilda 2 qitim yemek-ichmek yarmankisi nomida madaniyatimizni tonishtirish, sig'inishimizni qondirish va qarindoshlarning o'zaro didorlashishini maqsad qilgan yemek-ichmek va madaniyat tovarlarini asos qilgan bozor ochilmoqda. Bozor bo'lsa, biz Uyg'urlarning tajovuzchi Xitoydan intayin ro'shan farqlanadigan madaniyat alohidaliklarimizning biridir. Bo'libmi yezi bozorlardagi haftada bir kunga xoslashtirilgan haftalik bozordagi ilm setimlar va o'ylagan hamon hali ham og'zimizga seriq suv keltiradigan har xil yemek-ichmakliklar bizning vatan aslimimizdagi eng ranglik va eng unutilmas jarayonlarning biri bo'lsa kerak. Hammamizning qalbida kichikligimizdan har yurt bozorlarining unutilmas xotiralari bor. Belki ballarımız üçün eng içimiz etişidigan noktalardan biri şu xil qaynam taşqın Uyg'ur bozorını ballarımızning ko'ralmasligi bo'lishi mumkin. Bu yarmanka dal ashu bozor muhitini mumkin bo'lgancha tamsil qilish, bir oz bo'lsa-mu qalbimizdagi sig'inish o'tini bisish va har xil uylarda har zaman tayyorlash oson bo'lmaydigan go'zal nozu ne'matlarni huzuringizga sunish uchun tayyorlandi. Undaqda 9 va 10 may kunlarida o'tkaziladigan yarmankimizga oilangiz va yaqinlaringiz bilan Uyg'ur madaniyatini his qildirishda qiynalgan boshqa millatlardan bo'lgan do'stlaringiz bilan mapingizga chiqing va keling. Bu bozorning keyfini suring. Unutmang, bu bozor har hafta yo'q. Fursat ketib qolsa 20 yil saqlaysiz. Hurmat bilan Yevropa Sharqiy Turkiston ma'arif jamiyati.